Man tikuvchi onaman. Uyda ishlayman. 8 yildan beri tikuvchilik qilaman. Hech qayerda o'rganmaganman. Mustaqil o'zim o'rganganman. Tikuvchilikka bolaligimdan qiziqaman. 6-7 sinfligimda uydagi eski kiyimlardan o'zimga kiyimlar tikib olardim. Hozirgi kun kelib onlayn, offlayn zakaz olib kiyim tikaman. Instagram yaqinda ochdim. Hali obunachilarim ko'pmas. Profilimni Nilufar Fashion deb nomladim. Xo'jayinimlar mani shunaqa deb chaqirganliklari uchun bu menga juda yoqadi. Shunga shunaqa nomlagim keldi. Sahifamda ayol va qizlarimiz uchun tikkan ishlarimni qo'yib boraman. Yangi tikuvchilar uchun kichik maslahatlar, oson uslubda tikish sirlari bilan bo'lishib bormoqchiman. Storiesimda kundalik oddiygina hayotimni yoritib boraman. Sahifam agar sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling. Mijozlarimni qolgan остатка matolaridan mana shunday ajoyib kosmetichkalar tikib hadya qilaman. Shunchaki ularni xursand qilish maqsadida.